Assalomu alaykum, Avtobunyod kanalining doimiy kuzatuvchilari. Xudo xohlasa bugun erta tongdan Navoiyga Xatirchi mashina bozoriga yetib keldim. Inshaalloh bu haftagi avtomobillarni sizlarga tanishtirib boraman. Videoga bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Yaqinda Instagram sahifamga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu yerda chiqadi Avtobunyod 1. Dehqonlardan arzon avtomobillar chiqqan vaqti Instagram sahifamga joylab boryapman. Xudo xohlasa podishka qilib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Barchangizga yaxshi kayfiyat, har bir inson eng zo'riga loyiq. Yaxshilab o'tirib joylashib olaylik. Xudo xohlasa hali erta biz boshladik. Bu kanal uchun Navoiy Xatirchi mashina bozoridan Nexia 2 ishqibozlari. Yili 2009. Hop, kraskasi toza, faqat bitta mana shu tarafida krilon ustida sepilgan ekan. Boshqa yerda yo'q deb. Chek o'tmagan mashinani. Bitta mana shu tarafida, boshqa yerda yo'q. Xo'p, mashina korobka xadoylar ishlari yo'q. 1.6 bemor telefon qilib tekshirtirib, xudo xolisa gaplashaversa gazda qo'yilgan avtomobil. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xudo xolisa aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib bemor tekshirtirib gaplashaversa bolalarning holat kablari taqilgan. 2009 Nexia 2 ishqibozlar Navoiy Xatirchi mashina bozor chexol polik qilingan audio sistemasi. Probegi qanchalik aka buni? To'g'ri yurgan savollar holati yaqildi. Avtomobil tayyor, faqat olib minadigan joydan. Xatirchi mashina bozori. Xo'p, zapaska bolalar ham yangilik turibdi. Gaz balon choqlar holati. Puli yengil aka, kelishtirib beraveraman deyapti. Tan narxi necha pul aka buni? 46 million so'm bo'ladi. 46 million. Yana ham kelishamizmi? Kelishamiz. Variantga faqat naqdga. Telefon nomeringiz 94lik 345 55 00. Boshqa 3-4 ta mashina Nexia 2 kelib qo'yadi. Bo'lsa gaplashaveramiz. Matiz so'raganlar uchun Navoiy Xatirchi mashina bozori. Yili 2009, mayda chaqa-chuqa petnolari bor ekan. Mashina boshqa udari yo'q, suyagi butun, bolalarning holati. Bismillah, chexol polik qilingan, mexanik korobka, audio sistema. Probegi o'ziniki aka bu? Mashina rasxoti yo'q buni, korobka xadoda ishlari yo'q. Gazda qo'yilgan, chiqqan muammo so'rabdi yaqin. Matiz so'raganlar uchun Navoiy Xatirchi mashina bozori. Aka narxi necha pul buni? 38 million. 38 million. Bozor qancha qildi bermagan narxingiz? Variantga ham berasizmi? Yo'q, Chiliz bank orqali. Nomeringiz 97lik 559 9933. Mashina bozoridan Nexia 1 so'raganlar uchun yili 2008. Mayda chaqa chiqib petnolari bor ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q. Suyagi butun. Korobka xadoda ishlari yo'q aka, buni moy yemaydi. Motor hamma ish qilingan. Xo'p, gazda qo'yilgan gidravlika rul. 4 ta yangi balon taqilgan, mejigar pulti. Yo, bismillah, poliga tashlangan. Audio sistema, salon holati 4,5 kg yurgan yaqin. Nexia 1 so'raganlar uchun bagajnik ko'rsatarsam. Bu holisi. Yo, bismillah. Ustalik gaz balon. Zapaska bolalar ham shu yerda. Nexia 1 Navoiy Xatirchi mashina bozoridan. Aka narxi necha pul buni? 50 million bo'lsa beraman. 50 million. Bozor narxi qildimi? Bozor 40 gacha so'rayapti. 40 gacha. Variantga beramizmi? Bo'lib to'lash. Odam bo'lsa kelishamiz. Variantga gaplashaveramiz. Bir 10 million pul borga beraveramizmi? 15 million bitarganda bitmasa. Ha, shunday. Nomeringiz aka? 94lik 94lik 221 221 1591. 1591. Navoiy Xatirchi mashina bozoridan. Xo'p, Tracker 1 so'raganlar uchun yili 2019, kraskasi toza avtomobilni. Yaqinlar avtomobil Sho'mir bozorida savdo qiladigan bir opaniki ekan mashina. Mashina tiniq turibdi lekin, sostanasi ham 4 yangi balon taqilgan avtomobilga. Ichki salonni ko'rsatarsam. Chexol polik qilingan avtomat korobka rulda multimediyasi, audio sistema, salonlar holati ham akkuratni turibdi yaqinlar. Yurgani 113 ming. Mashina sostanasi tiniq turibdi lekin, tayyor. Navoiy Xatirchi mashina bozoridan mashina ideal turibdi lekin. Mashina rasxoti yo'q aka, buni korobka xadoda ishlari yo'q. Hech qanday ishi yo'q. Yo, bismillah. Xadoylari hamma narsasi kichik, yangi turibdi. Tayyor. Pokoleniya metan gazlar ham qo'yilgan. Gazlar qo'yilgan tayyor. Mana degan joyda. Narxini kelishamiz buni. Kelishamiz.
kelishtirib berilgan qilib. Xudo xohlasa trektor so'ragan uchun aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib tekshirtirib bemalol. Ochib yuboring bagajni. Bo'ldi aka, ochildi. Yo, bismillah. Xo'p, gaz balon zapaska bo'llarim tushmagan qilib, shoklarning holati ham tiniq holat turibdi. Narxi necha puldaga buni? 11200. Bozor narxi qildimi? Yo'q hali. Naqdmi yo variantga ham beramizmi? Bank beraman. Bank orqali bo'ladi. Naqdga bo'lsa kelishamiz. Naqdga bo'lsa kelishamiz. Telefon nomeringiz 88lik 925 11 91. Tarjimashdan bozori Nexi bilan davom etyapmiz. Xo'p, yili 2009. Aka kraskasini qayerda borligini bemalol tekshirtirib gaplashib olasizlar deyapti. Birorta mashina rasxod yo'qmi? Korobka qilib ishlari yo'qmi? Gazda qo'yilgan Ristoy. Bog'lar holati. Yo, bismillah. Qo'l bo'li qilingan Audi sistema, zavlar holati, antardarlar qo'yilgan. Probegi qancha aka buni? Yurgan. Shukridan oshdi. Meksikka mana yoqda. Ristoydan gidravlik emas. Xavfsizlik uchun. Generalniy dokumentda muammo bo'lmaydi. Gazlar qo'yilgan, zapaska balon, damkat kulchi. Narxi necha pul aka buni? Kelishtirib beradigan pulingiz. 50 bo'lsa beraveraman. 50. Yana ham kelishamizmi? O'tib beramiz. Variantga ham berasiz, bo'lib turilishi. Naqdga. Dokumentda muammo yo'q. Generalniy nomeringiz 93lik 93lik 321 321 70 33. 70-33. Mashina bozordan, xo'p, Matizlar qatoridan. Xo'p, 2006 Malcha qashqasi bor ekan. Shularga butun avtomobilni 4 yangi balon best o'tosam. Bismillah. Chiqol poli qilingan o'ynashlarimiz, elektronika, mexanik korobka, Audi sistema. Probegi 2 kr yurgan ekan. Savlar holati. Mashina rasxod yo'qmi aka buni? Korobka qilib ishlari yo'qmi? Mol yo'maydi mashina? Yo'q, aka hozir qilingan. Qo'yilgan. Gazda qo'yilgan ishlar yo'q hada ularda. Metanchasi bor. Gazda qo'yilgan. Narxi necha pul buni? Kelishtirib beradigan pulingiz. 40dan pastga beraman. 40 dan bozor narxi-mi? Hozir 32 xil. Siz variantga berasizmi bo'lib turishga? Kelishsak beraveramiz. Bir 10 million pul borga beraverasiz bo'lib. 10 millionga bo'ladi. Nomeringiz 94lik 94lik 130 130 36 36 33 dan Damas van so'ragan obunachilarimiz uchun yil 2014 Xo'p, egasini bo'yicha orqa krilo ikkita tarafda kraskasi bor, boshqa yerda yo'q. Motor korobka hadolar ishlari yo'q aka buni. Zadnimoz ovozlari yo'q. 4 yangi balon yaqinla saketga taqilgan. Xo'p, chexol poli qilingan, mashina lekin akkuratni turibdi. Tesla monitorlar qo'yilgan. Shukridan oshgan yurgani mana savollar, pul toparlarni so'raganlar uchun yaqinlar. Xudo xolisa Navoiy xatirchi mashina bozoridan Damas van Pioneer kolonkalar ham qo'yilgan. Tayyor avtomobil. Bozorga yaqinli 60 million so'mga bermabdi. Gaz qo'yilgan aka bunga. 60 millionga bermabdi yaqinlar. Variantga ham berasizmi aka buni? Variantga ham berasizmi? Yo'q, yo'q. 60 ga bermagan narxi ustida gaplashamizmi? Yo 60 ga ham beraverasizmi? 15 deb. Nomeringiz necha aka? 99lik 742 56 09. Boshqa bozori yaqinlar 2009 kapot, krilo, eshik kraskasi bo'lgan avtomobil. Mashina rasxod yo'q aka buni. Ishlari yo'q. 1.6 gazda qo'yilgan. Ristoy. Bolalar holati komplekt qilgan avtomobilga. Bismillah. Chiqol poli qilingan Audi sistema. Kalta yondamikin buni. To'g'ri kirib yurgan yaqinlar. Meksik so'raganlar uchun Navoiy xatirchi mashina bozoridan. Xudo xolisa zapaska balon, damkat qiluvchi anchoqlarning holati. Narxi necha pul aka buni? 55. Bozor narxi qildimi? Variantga ham beramizmi aka buni? Bank orqali. Nomeringiz? Telefon nomeringiz? 97lik 559 99 33. Ishqi bozor, Navoiy xatirchi mashina bozori. Yil 2012. Xo'p, egasini bo'yicha bitta man kapot ustida bor. Eshik pazdanglari olingan, boshqa yerda yo'q. Mashina korobka hadoylashlari yo'q aka buni. Muammosi yo'q.
Xo'p, bir auto super konseyner gidravlika rul gazda qo'yilgan. Konseynerlar ham ishlaydi aka buni? Xudo xolasa ishlaydi. Konseynerlar ham ishlaydi. Balon holatdan yaxshi holat turibdi. Chexol poli qilingan audio sistema. Probegi qancha aka buni? Yurgani? Probeg 222 ming. 222 ming. Bitta boshqa. Bo'ldi, hop. Bo'ldi. Gazda qo'yilgan. Aka, narxi necha pul buni? 62 ming. Variantga ham beramizmi? Faqat naqdmi? Nomeringiz? Telefon nomeringiz? 90lik 620 46 49. Humoyunov kanali uchun Navoiy Xatirchi mashina bozoridan Nexia bir so'raganlar uchun yili 2008 mayda chaqa chiqib petnolari bor ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q. Suyagi butun. Korobka hadolishlari yo'q aka, buni moy yemaydi. Hamma ish qilingan. Xo'p, gazda qo'yilgan gidravlika rul. 4 ta yangi balon taqilgan, mejigar pulti. Yo, bismillah. Poliga tashlangan. Audio sistema salon holati 4,5 kg yurgan aqli. Nexia bir so'raganlar uchun bagajdan ko'rsatarsam. Bu holisi. Yo, bismillah. Üstelik gaz balon. Zapaski bolalar ham shu yerda. Nexia bir Navoiy Xatirchi mashina bozoridan. Aka, narxi necha pul buni? 50 million bo'lsa beraveradi. 50 million. Bozor narxi qildimi? Bozor 40 gacha so'rayapti. 40 gacha. Variantga beramizmi? Bo'lib to'lash. Qancha odam bo'lsa kelishamiz. Variantga gaplashaveramiz. Bir 10 million pul borga beraveramiz. 15 million bitar eganda bitmasa. Ha, shunday. Nomeringiz aka? 94lik 94lik 221 221 1591. 1591. Humoyunov kanali uchun Nexia 2 ishqi bozori, Navoiy Xatirchi mashina bozori, yili 2012. Xo'bega asnasi bo'yicha bitta man kapot ustida bor. Ish zanglari olingan, boshqa yerda yo'q. Mashina korobka hadoylashlari yo'q aka buni, muammosi yo'q. Xo'p, bir auto super konseyner gidravlika rul gazda qo'yilgan. Konseynerlar ham ishlaydi aka buni? Xudo xolasa ishlaydi. Konseynerlar ham ishlaydi. Balon holatdan yaxshi holat turibdi. Chexol poli qilingan audio sistema. Probegi qancha aka buni? Yurgani? Probeg 222 ming. 222 ming. Bitta boshqa. Bo'ldi, hop. Bo'ldi. Gazda qo'yilgan. Aka, narxi necha pul buni? 62 ming. Variantga ham beramizmi? Faqat naqdmi? Nomeringiz? Telefon nomeringiz? 90lik 620 620 46 46 49.